Planshetdan oling ozgina. Hozir. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men fuqaro Sayfullayev Baxtiyorman. Ha, eshitaman aka. Men notarius dedim-da, shunday bitta kadastr chiqishi uchun knopka bosish kerak ekanda. Bitta knopkani bossa bo'ldi ekan. Ha, shunday knopkani bosib olingizlar, iltimos, charchashyaptik-da. O'zi qalaysiz? Sog'liqsizmi, tuzumsiz, charchamayapsizmi, yaxshilayapsizmi? Ahmad. Nima qidiryapsiz aka? Knopka. Qanaqa knopka? Bosadigan knopka. Yo'q, bunday knopka yo'q. Fuqaro notariusdan telefon qildi. Shu knopkani bosib olsa bo'ldi ekan-ku. Keling aka, men sizga tushuntirib beray. Bu oddiy xalq tilida knopka, lekin bu knopka degan narsa yo'q kadastr tizimida. Nima bu bo'lmasa? Kadastr tizimida kadastr hujjatini rasmiylashtirish bor. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish bor. Ko'chmas mulkni bo'lish, birlashtirish xizmatlari bor. Lekin uning ichida knopka bosish degan narsa yo'q. Olsotib bo'lgan bo'lishi mumkin. Huquqlarda nizolar, taqiqlar mavjud emasligi. Qaysidir huquqda kamchilik mavjud bo'lsa, uni xodimlar tomonidan shuncha jarayonlardan o'tadi. Agar bitta knopka bilan hal bo'lganda, kadastr tizimidagi 8000 dan oshiq xodimga nima kerak bo'ladi? Bitta o'tirgan joyda knopka bilan bitta operator Bol, bezor tushundim uka. Charchamang, Xudo quvvat bersin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Sog'. Alo, aka. Ha, men hozir chiqib gaplashdim-da, u aka bitta knopkali ishmas ekan, jon aka. Ha, bir kun kutsangiz ertaga hal bo'lar ekan, o'zi chiqar ekan. Ha, shunaqa. Hozir. Ikkinchi liniya aka, hozir. Lab eshitaman. Assalomu alaykum. Kompyuterdan kadastrni shunday bosib beringlar aka. Ada buldi muğanne